Iltimos, o'rtoq dehqonlar, dalaga gerbisid septirayotganda Makkadan chiqib turib moshga sepmanglar biryamoy. Uni tozalab tashlash kerak bochkasini. Makkani gerbisidi, Makkani o'tini o'ldiradigan gerbisid moshni ham o'ldirib qo'yadi. Yoki nabarot, moshdan chiqib turib, moshni dalasidan chiqqan traktorga Makkaga gerbisid septirmanglar. Moshni o'tini o'ldiradigan gerbisid Makkani o'ldirib qo'yadi. Juda ko'p xatolik bo'lyapti. Keladi, uka, manaqa dori berdim, moshin mana qo'yib qoldi. Makka mana qo'yib qoldi. O'y, surishtirib olinglar. Bundan oldin nima sepgansan? Qanaqa gerbisid sepgansan? So'rab olinglar, shunga qarab ish qilinglar. Hurmatli himizatlar, traktorchi akalar, sizlardan ham iltimos, shuni tozalab, yaxshilab bakini nima qolgan bo'lsa ham to'kib tashlaylar. Dehqonni siz bilan bizni bir marta adashganimiz dehqonni 1 yillik adashganiga kirib qoladi. Umid bilan bir 3-4 so'm pul qilaman degan paytda tap etib kuydirib qo'yib, adashib kuyib qolmasin.